Fikrlashingizni 2 barobarga oshiradigan 3 ta kitobni aytaman. Uchinchisi aniq sizni hayratga soladi. Birinchisi atom odatlar, ya'ni atomные привычки. Bu sizni kundalik hayotingizni sekinlik, lekin aniqlik bilan o'zgartirishga olib keladi. Bunda nafaqat siz o'zingizni odatlaringizni, balkim o'zingiz o'zgarib ketasiz. Ikkinchisi bu keng fikrlash, ya'ni мыслить масштабно. Bu kitob sizni kengroq hamma narsaga har xil fokusdan qarashingizga o'rgatadi. Bu deganiki, siz osongina masshtablashish yoki biron bir ishni tezlik bilan qilishni o'rganib olasiz. Uchinchisi va eng asosiysi bu butun umrlik mijozlar, ya'ni klienты на всю жизнь. Bu kitob sizga agar biznesmen bo'lsangiz, mijozlaringizni effektiv ushlab qolishga yordam beradi. Agarda siz biznes bilan shug'ullanmasangiz, unda boshqa insonlar bilan munosabatni yaxshilashga olib keladi. Demak, kitob o'qish juda ham muhim. Hech bo'lmaganda kuniga bittagina sahifa bo'lsa ham o'qib qo'ying. Shundagina muvaffaqiyatga tez erishasiz.